Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Andijon baliqchiga xudo xolasa 1130 motorimiz hamda 200 talik kunnamiz olib yuborishyapmiz. Xudo xolasa bu motorimiz va kundamiz salarkaga ishlaydi. 1,5 metr soatiga rasxod qiladi akalar. Mana shunday remenlari hamda mana shunday ikkita omitlari bilan beryapmiz akalar. Xo'p akalar, bu kunnamiz, bu motorimiz bilan akalar 12 metr, 13 metrgacha balandlikka olib kelsa ham bo'ladi, hamda 9 metrdan so'raladi akalar. Xo'p akalarim, bu 450 kuba suv tashab beradi. Mana shu motorimiz bilan 1130 motorimiz bilan 450 kuba suv tashab beradi. 1115 motor bilan 400 kuba suv tashab beradi akalar. Men orqa taraflarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman mana. Old taraflari to'g'ri. Statorlari bor akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa labimizga ham kelishdi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqmasa like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.